Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz birinchi mavzu chiqindi yo'q. Hozir soat nechi degan mavzudan boshlaymiz. Inshaalloh. Birinchi kirish qismida ishlagan vaqt haqida tushuntirishlar berib o'tgan bu yoqda. Biz bilamiz, koreys tilida koreys sanog'i va xitoy sanog'i bor. Birinchisi, biz koreys sanog'ini soatlarga nisbatan, xitoy soatini minutlarga nisbatan beramiz. Xo'p, bu yoqda. 지금 몇 시예요? hozir soat nechi? 3시 20분이에요. 3dan 20 minut o'tdi. Se bu koreychasiga, undan keyin soat qo'shimchasi kelyapti. 20 bu xitoychasiga va undan keyin minut degan qo'shimcha kelyapti. Demak, biz birinchi soat deb turib, keyin sonini qo'yamiz deylik. Soat 3. Lekin koreyslarga nisbatan bu yoqda ko'ryapmiz. Birinchi vaqtni belgilab, keyin soat qo'shimchasini qo'shyapti. Biz lekin tarjimani oldinga o'tkazib qilamiz. Vaqtlarga nisbatan. 지금 몇 시예요? hozir soat nechi? 2시예요. soat 2. 5시 15분이에요. soat 5dan 15 minut o'tdi. Xuddi shunday bu yoqda ham to'liq soatlar haqida vaqt ketgan, soat, minut qanday aytilishi. Mana bu yoqda deylik, do'stingiz bilan suhbatlashib ko'rishingiz kerak bo'lgan qismi bor. Kunlik qiladigan ishingiz, mana uyg'ondim, nonushta qildim, nimadir, obed, tushlik qildim, kechki ovqat yedim, nimadir qildim, uxladim. Shuni soat nechida qilasiz? Shuni kunlik ishingizni bir marta yozib ko'rishingiz kerak bo'ladi va o'sha yozgan narsangizni keyinchalik do'stingiz bilan suhbat qilib, maragini oshirsangiz o'z uchun yaxshiroq bo'ladi. Keyingi hop, grammatikamiz. Putto kaji grammatikamiz. Hop. Putto kaji grammatikasi otga qo'shiladi. Ot plus putto. Ot plus kaji ketadi. Bu grammatikamiz otga qo'shiladi. Qanday otlar desa, vaqtni belgilab beruvchi otlarga qo'shiladi. Putto dan degan tarjimani oladi. Kaji gacha degan tarjimani oladi. Birinchisi. 몇 시까지 한국어를 배워요? soat nechigacha koreys tilini o'rganasiz? 9시부터 1시까지 배워요. soat 9dan 1gacha o'rganaman. Ko'ryapmiz bu yoqda vaqtlarga nisbatan, soatlarga nisbatan ketyapti. Putto kajini bitta joyda ishlatishimiz mumkin, alohida ishlatishimiz ham mumkin. Bu narsani farqi yo'q. Har doim birga kelishi shart degan qoidasi yo'q. Xo'p. Deylik, bu grammatikani nafaqat soat, kun, oy, yil, bayram ketaveradi. Vaqtga nisbatan qo'shilsa bo'ldi. Toshiputto neshikaji yomg'iril passoyo. Soat 2dan soat 4gacha kino ko'rdim. Nechikaji ireyo? Soat nechigacha ishlaysiz? Alohida kelyapti. Yani soat nechidan ishingiz boshlanadi deyishimiz ham mumkin. Oxu yo'sochikachi ireyo. Obeddan keyingi soat 6gacha ishlayman. Mana bu yoqda hafta kunlariga nisbatan 월요일부터 금요일까지 한국어 수업이 있어요. Dushanbadan
jumaagacha koreys tili darsim bor. Demak, ot so'z turkumi qo'shimchasiga qo'shiladi. Undan keyin yoziladi putto. Puttoni bitta so'z deb o'ylamang. Putto kaji grammatika. Grammatika otga qo'shilib keladi degani bu yopishib keladi. Putto bu alohida qo'shimcha emas. Alohida qilib chiqariladigan so'z sifatida bo'lmaydi. Mana deylik, mana shi dedimda puttoni uzoqdan yozish yo'q. Gimji yopishib yoziladi. Putto ham kaji ham. Deylik. Endi yana shu maragi o'zingiz uchun qismini qilishingiz kerak bo'ladi. Deylik, mana ertalab shu kunlarni birinchi qo'yib, shu endi kimdir kunlik qiladigan ishini yozadigan bo'lsa, paytda deylik soat 7da 8, 9, 10 shunaqa ketib, shu soatdan shu soatgacha mana shu ishni qildim. Shu soatdan boshlab darsni eshitdim. Shuni o'zingiz uchun yozishni boshlaysiz. Qisqa narsalarni yozing. Katta narsalar shart emas hozircha. Qisqa, o'zingizda bor lug'atlar bilan yozib chiqib, sigini hozirdan rivojlantirasiz. Nafaqat sigi, maragi. Maragini oshirishda ko'p holatlarda nima qilish kerak? Mana tayyor tekstlarni olasiz, uni eshitasiz, talaffuzini o'rganasiz, keyin o'sha narsani qaytarib ko'rishga harakat qilasiz. To'g'riroq chiqarib qaytarib ko'rishga harakat qilasiz va sizda sekin-sekin maragi oshadi. Siz o'zingizdan o'zingiz jumlalarni tuzolmaysiz. Uning uchun sizga shu grammatika, lug'at va tekstlarda tarjimasi. Keyin o'sha tekstni o'zingizda qo'llab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Gapira oladigan darajada. Maragi mana bu joyda aytganimdek tayyor tekstimiz keldi. Bu yerda talaffuzi yoshi qanday talaffuz qilinadi va bu yoqda suhbatlarni o'qib, shu suhbatni deylik a do'stingiz, b sizsiz yoki teskarisiga. Shu narsani o'zingizda o'qib, deylik yodlab, o'zingizga udobniy qilib, shu esda qoldirib, shu narsalarni gaplashib ko'rsangiz, yo'lda ketayotganda ham maragaga foyda bo'ladi, lug'atingizga, grammatikangizga. Foyda hisoblanadi. Xo'p, asosiy grammatikamiz. Asosiy grammatikaning ikkita ko'rinishi bor. Lekin hozir biz birinchi ko'rinishini faqat o'tyapmiz. Xo'p, ba'zi bir grammatikalarda koreys tilida 2ta, 3ta vazifasi bo'lishi mumkin. 2ta, 3ta vazifa deganda tarjimasi alohida bo'ladi, qiladigan harakati, ishi boshqa bo'ladi. Lekin bu sizga qulay bo'ladi. Bitta grammatikani ikkita vazifasi bormi? Demak, ikkita yo'nalishda ishlatasiz. Bitta narsani yodlaysiz, ikkita vazifasi bor. Ancha qulaylik bo'ladi. Demak, asosiy grammatikasi fe'lga qo'shiladi. Ish harakatini ketma-ketligini bildirganda ishlatiladi. Tarjimasi ib hisoblanadi. Deylik, bu ish harakatida hozir birinchi tarjima qilamiz mana bu joyda. Keyin yaxshiroq tushuntirib beraman. Bu hessoyo kecha nima qildingiz? Insadonga kaso charilmashisoyo. Insadonga borib choy ichdim. Demak, ish harakatini ketma-ketligi deganda nimani tushunishimiz kerak? Ish harakati, birinchi ish harakati ikkinchi ish harakatida davom etishini tushunishim kerak. Men insadonga bordim. Insadonga borib boshqa ish harakatini qilmayapman. Aynan insadonning o'zida choy ichyapman. Ish harakati ketma-ket bo'lishi kerak bo'ladi bunda. Va yana e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, biz bilamizki, AO bilan boshlanadigan grammatikalarimiz harflarga ta'siri bo'ladi. AO bo'lsa A qo'shiladi,
hadamiz he so'vi o'zgaradi. A Xo'p, A O I'da mana bu joyda boshqalar keladigan bo'lsa O so'vi qo'shiladi deyapti. Lekin nimaga yo so'vi yo'q? Bilamiz, I bilan tugaydiganlar yo'ga o'zgarishi kerak. Yo'ga o'zgarishi kerak. Nega yo'q? O'zi kitoban deylik, mana shu mashina so'zimiz keldi. Chimoq so'ziga ichmoq so'ziga o'zi osuv qo'shilishi kerak. Osuv qo'shilishi kerak, lekin kitobida o'zi osuv qilib yoziladi. Okey, hisoblanadi, lekin biz bilamiz iga o qo'shilganda ikkalasini talaffuz jihatdan yo qilib biz yo harfini keltirib chiqaramiz va og'zakida bizga qulay bo'lishi uchun shunda nima qilamiz? Masho so qilib qulay qilib o'zimizga olamiz. Shu holati bor. Bu joyini yozib olasiz. Agar a u bilan boshlanadigan grammatika biz shu paytgacha o'tganmiz. Ayoyo, asoyo, uso grammatikalarimizni o'tganmiz. Yana ham yaxshiroq tushunish kerak bo'ladi bu grammatikani. Chunki a u bilan boshlanadigan grammatikamiz juda ko'p. Vazifasi bir xil, lekin a o'ga a bilan boshlanadi, hada he bilan boshlanishi kerak, qolgani o bilan boshlanishi kerak. Mustasnoli holati bu o'sha i bilan tugaydigan holat. Keyingisi. Chingurun mannaso kachi yo'marilib passoyo. Do'stim bilan uchrashib, birga kino ko'rdik. Deylik, birinchi ish harakati do'sti bilan uchrashishi, lekin o'sha joyda o'zida ajralmasdan do'sti bilan birga kino ko'ryapti, bu ikkinchi ish harakati bo'lyapti. Agar u do'sti bilan ko'rishdi, lekin o'sha paytda o'zida do'sti bilan shunchaki ko'rishib, u bilan xayrlashdida, do'sti bilan qilgan ish harakati tugadi. U do'sti bilan ko'rishdi, bo'ldi. Ikkinchi ish harakatida kino ko'ryapti, lekin o'zi yolg'iz ko'ryaptimi? Demak, bu joyida biz go grammatikasini ishlatamiz. Go grammatikamizni vazifasi nima edi? Bu ham if fe'lga qo'shiladigan grammatika. Faqatgina asosi bilan farqi, asosi ish harakati birinchisida qilgan ish harakati ikkinchisida davom etishi kerak. Go birinchi ish harakati tugatib, ikkinchi ish harakatiga o'tiladigan holat bo'lishi kerak bo'ladi. Agar birinchi ish harakati boshqa, ikkinchi ish harakati boshqa bo'lsa, go hisoblanadi. Ikkita ish harakati bitta bo'ladigan bo'lsa, ketma-ketligi bo'ladigan bo'lsa, asosi grammatikasi ishlatiladi. Bu grammatikada muammo bo'lishi mumkin, lekin ko'proq tekstlarda tarjima qilsangiz, asosi demak ketma-ketlik. Go bitta bo'lishi kerak. Deylik, mana shu narsada asosida men aytyapman, ovqat pishirib yedim deyapman. Men ovqat pishirdim va o'sha ovqatimni yedimmi? O'sha holatda men asosini ishlataman. Nimaga? Ovqat pishirishdan maqsadim yeyish edi. Go'da bo'ladigan bo'lsa, ovqat pishirib shirinlik yedim. Ovqat pishirdim, lekin o'sha ovqatni pishirmadim, shunchaki pishirib qo'ydim. Birinchi ish harakat bu. O'sha ovqatni pishirdimda, tugatdimda, ikkinchi ish harakatim boshqa ish harakati bo'lyapti. O'shaning uchun go'ni ishlatyapman. Keyingisi. Keykiril mandroso to'ngsango mogosoyo. To'rt pishirib, ukam bilan yedim. Deylik, to'rtni pishirdi, birinchi ish harakat, va uni yedi, ikkinchi ish harakat. Lekin u harakat nima bo'lyapti? Davomi ketma-ket ketyapti. Birinchi ish harakat, ikkinchi ish harakat o'xshash bo'ladi. Shu holatda ishlatiladi. Demak, mana bu joyda siz o'zingiz mana bunday namunadek gapirib ko'rishingiz kerak bo'lar ekan. Lug'atlar yodlangan bo'lsa, siz gap tuzishingiz kerak bo'ladi. Birinchisida rasm tuzyapti, ikkinchisida beryapti. Shunda namda chingu sengri musun so'muru cho'soy, deylik, qizchangiz yoki yigitingizni tug'ilgan kunda nima berdingiz deyapti.
Kreml keryapsa chuvossoy rasm chizib berdim. Chizdingiz, berdingiz. Ish harakati ketma-ket bo'lyapti. Demak, keyingilarda ham siz o'zingiz fikran gapirib ko'rishingiz kerak. Deylik, mana bu yoqda A do'stingiz, B o'zingiz, C uchinchi do'stingiz gap tuzish kerak bo'ladi. Aytib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Qani kim to'g'ri qildi, kim xato qildi. Ilmda konkurensiya bo'lishi kerak. Bir-biringiz bilan raqobat bo'lsa, do'stingiz bilan o'rgansangiz, o'zingiz o'rganganingizdan ko'ra ancha ko'proq natija olasiz. Keyingi grammatikamiz il-ko'yi-yo grammatikasi. Il-ko'yi-yo grammatikamiz fe'lga qo'shiladigan grammatika. Il-ko'yi-yo grammatikamiz ham ikkita ko'rinishi bor. Hozircha birinchisini o'tamiz. Il-ko'yi-yo grammatikasi fe'lga qo'shiladi. Kelajakka nisbatan taxminiy ish harakatida ishlatiladi. Tarjimasi moqchi bo'lmoq. Demak, il-ko'yi-yo grammatikamiz ulli undoshga va pachchimi l bilan tugaydiganlarga bo'linadi. Uchinchisi yozmanglar. Agar ulli bo'lsa il-ko'yi-yo, undosh bo'lsa il-ko'yi-yo bo'ladi, lekin pachchimi l bilan tugaydigan. Ko'p holatlarda deylik, pachchimi l bilan tugaydigan so'zlar va pachchimi l bilan boshlanadigan grammatika keladigan bo'lsa, l o'z joyida qoladi. Bunda mana mandilda tayyorlamoq so'zi il-ko'yi-yo qo'shilishi kerak bo'ladi, lekin mana shu joyda mandiril ko'yi-yo bermaymiz-da, bu talaffuz buzib qo'yadi. Mandiril ko'yi-yo. Nimaga? Biz o'zi undoshga nima berishimiz kerak? Il berishimiz kerak. Mana bu joyda agar mandiril ko'yi-yo bo'ladigan bo'lsa, yo'q, bo'lmaydi. O'shaning uchun l bilan boshlanadigan grammatika, l bilan boshlanadigan xo'p so'z keladigan bo'lsa, l o'z joyida qoladi-da, grammatika qo'shilib qo'yaman. Mandil ko'yi-yo bo'ldi. Bu holatni yozib oling. Demak, il-ko'yi-yo grammatikamiz fe'lga qo'shilib, kelajakka nisbatan taxminiy ishlarni bildirganda ishlatilyapti. Ulliga il-ko'yi-yo, undoshga il-ko'yi-yo, uzrli, ulliga l ko'yi-yo bo'lyapti, undoshga il-ko'yi-yo bo'lyapti va pachchima l bilan tugaydiganlar o'zida qoladi deb yozib qo'ying. Hozir. Chumare bu hal ko'yi-yo, dam olish kunida nima qilmoqchisiz? Bu grammatikamiz savolda ham, javobda ham bir xil ketaveramiz. Biz koreys tiliga kirganimizga ancha bo'lganligi uchun endi biz bilishimiz kerak, koreys tilidagi grammatikalar savolda ham, javobda ham bemalol ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Ba'zi bir grammatikalarda aytmasa faqat birinchi shaxsga ishlatiladigan grammatikalar bor. Chingu hagu kachi, hop, yonvaril pul ko'yi-yo. Do'stim bilan birga kino ko'rmoqchiman. Kelajakka nisbatan taxminiy holatingiz. Nima qilmoqchisiz? Kelajak o'zi taxmin bo'ladi. Maqsad degan narsa bor, taxmin degan narsa bor. Bu grammatikamizda ko'pincha taxminiy holatlarda kelajakda qilmoqchi bo'lgan taxminiy ishlaringizni aytiladi. Onil Chonyoga chingurun mannal ko'yi-yo. Bugun kechga do'stim bilan uchrashmoqchiman. Ulli bo'lgani uchun mannada uchrashmoq so'zimizga pachchimaga l tushib, mannal ko'yi-yo bo'lyapti. Pap mogosoyo, ovqatlandingizmi? Anyo, cho'g'im huve mogul ko'yi-yo. Yo'q, birozdan keyin yemoqchiman. Birozdan keyin yeyman degandek tarjima olyapti. Undosh bo'lgan mo'qda yemoq so'zimiz undosh bo'lgani uchun il ko'yi-yo olyapti. O'shaning uchun qora qilib sal o'zgacharoq qilib qo'ygan. Va Onil putto mail hanguk newsril tiril ko'yi-yo. Bugundan boshlab koreys yangiliklarini eshitaman. Lekin biz
aytgandek, mana bu joyda pachma L bilan tugaydigan so'zlarimiz o'zida qolib Lni oladi. Lekin nega bu yoqda kiril ko'yiyo bo'lib ketyapti degan savol bo'lishi mumkin. Nega? Bir o'ylab ko'ramiz. Hop, o'ylab ko'rgan bo'lsanglar, javobini topgan bo'lsanglar yaxshi, topmagan bo'lsanglar, demak birga qaytaramiz ekan. Biz bilamizki, noto'g'ri qoidali so'zlarimiz bor. Noto'g'ri qoidali so'zlarimizda biz T noto'g'ri qoidasi va P noto'g'ri qoidasini o'tdik shu paytgacha. T noto'g'ri qoidasida nima edi? Pachimi undosh bilan tugaydigan T'larimiz, undan keyin unli bilan, qaysi unli? A, O va I bilan boshlanadigan grammatikalarimizga yo'liqsa, T R'ga o'zgarishi kerak edi. Hop, shu joyida biz agar buni til qo'yuvni o'zini qo'yadigan bo'lib qolsak, noto'g'ri qoidamiz yo'qolib qoladi. Noto'g'ri qoidamiz bilinmay qoladi. O'zi tilda kirmoq degan so'z bor. Noto'g'ri qoidamiz yo'qolib, so'zni mazmuni o'zgarib qoladi. Bu joyda noto'g'ri qoidani bildirishimiz uchun T R'ga o'zgarganini bildirib, undan keyin yana grammatika berdikmi? Bu noto'g'ri qoida. Qoidaga tushmaslik noto'g'ri qoidani chaqiryapti deb o'sha narsani ko'rib chiqishingiz kerak bo'ladi va agar T noto'g'ri qoidasini bilmasangiz, o'sha qoidaga o'tib ko'rib chiqsangiz o'zingizga yaxshi bo'ladi. Chunki noto'g'ri qoidali so'zlarimiz ko'p holatda testda, deylik, maragi paytida tushadigan bo'lsa, siz bilgan so'zlaringizni bilmay qoladigan holatingiz ko'payib, o'zingizga salgina qiyinchilik berib qo'yasiz. Xo'p, endi do'stingiz bilan gaplashib ko'ring, deyapti. Deylik, mana bu joyda savollar, xohlasangiz o'zingiz tuzib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Onun o'disa chumchumil bugun qayerda tushlikni yemoqchisiz deb do'stingizga savol bering. Do'stingiz ham xuddi shu savolni sal o'zgartirib sizga kechqurun shu nima deydi, kechki ovqat qayerda yemoqchisiz, kechki ovqatga nima yemoqchisiz deb o'zgartirib ko'proq gapirishga harakat qilsangiz sizga foydasi bo'ladi. Keyingisi, yana bitta maragiyimiz. Maragiyni o'qib, o'sha tepada aytgan gapim bilan bir xil do'stingiz bilan qaytaring. A siz bo'ling, B do'stingiz bo'lsin, ko'proq gapirib ko'rishga harakat qiling. Mana bu yerdagi talaffuz qoidasiga ham e'tibor bersangiz yaxshi bo'ladi. Mana bu yerda tak bulguan deb yozib qo'yilgan yozilishida. Lekin talaffuz jihatida Tangmulguan bo'lish kerak bo'ladi. Bu qoidasi bo'ladi. Buni ko'rib chiqish kerak. Qoidalar joyida. Keyingisi, kal goyeyo bo'lmaydi, kal ko'yiyo bo'lish kerak bo'ladi. Bu joyda ba'zi bir holatlarda biz bilardik, qanaqa yumshoq undoshlarimiz ikkinchi ko'rinishda o'qilishi kerak bo'ladi, lekin bu ikkinchi ko'rinishda o'qilishi kerak bo'lgan joy emas. Hop, holat jihatida biz salgina muammo bo'lyapti. Holat jihatida pachimda L kelyapti, undan keyin xo'p, kelayotgan ko'yiyo grammatikamizda qo'shimchasida biz uni jarangdor K ga berishimiz kerak bo'ladi. Hop, tetki qismini ishlab chiqishingiz kerak bo'ladi. Ishlab chiqib tashlasangiz ko'rib berishga harakat qilamiz, lekin agar ishlab chiqib o'zingiz ham tekshirishingiz mumkin. Qayerda tekshiraman, qanday qilib tekshiraman desangiz, mana bu joyda
orqasini ochsangiz, shu kitobni o'zini PDFini orqasini ochsangiz, titkini to'ng'abi yozuvlisi bor. Siz biror lug'atni bilmadingiz yoki biror lug'atni talaffuzi sizga g'alati eshitilyaptimi, demak ochib ko'rib, ha mana shu joyda bu so'z mana bunday talaffuz qilinar ekanda deb ko'rib chiqsangiz o'zingizga yaxshi bo'ladi. Va javoblari ham bor o'zi kitobni orqasida. Shuning uchun bemalol o'zingiz ko'rib chiqa olasiz. Demak, mana bu joyda talaffuz qoidalari berilib qo'yilgan. Qaysi harfdan keyin qaysi harf kelsa qanday o'qilishida, agar T yoki P keladigan bo'lsa, demak bu harflarimiz garangdorga o'zgarish haqida bu yoqda ko'rsatib o'tilgan. Myotchi qilib, myotchan, papto, papdo emasda papto bo'lishi kerak deyapti. Samchibun emas, samchipun bildirishimiz kerak bo'ladi. Ilgopshi chiqarib olishimiz kerak bo'ladi. Qoidalarni ham har doim ko'rib chiqib, qoida sizga maragiga, titkiga kerak bo'ladi. O'zingiz ustingizda ishlash uchun ko'proq vaqt ketadi. Lekin kelajakda foyda bo'ladi inshaalloh. Darsimiz shu joygacha, Xudo xohlasa. Keyingi darslarda davom ettirishga harakat qilamiz inshaalloh.